Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugungi ishimiz ham tugadi. Xudo xolasa masjidda ishlarimiz. Nima ish qilganlarimizni ko'rsataman hozir. Mehrobni ichini chiroyli qilib suv chiqdi. Mehrobni ishini tugatib, xudo xolasa ertagalikka yana boshqa ishlarni qilamiz. Bugungi ish kunimiz tugadi. Sizlarga yangi yaxshi taklif bor. Ertagalik kunimi obunachilarimiz kimdir ota-onasi yo enasi yo otasi kimdir o'tib qolgan bo'lsa, o'shani nomiga bag'ishlab ishlab berishim mumkin. Ertagalik kunimi. Siz xohlasangiz kommentariyaga yozing. Meni palonchi, pistonchim, ism familiyasi yozib kommentariyada qoldirsangiz, men o'sha odamni ertalabda duosini qilib ish boshlayman. O'sha kungi ishimni o'sha obunachini yaqin odamiga bag'ishlab ishlayman. Biz bilan qolinglar, bundan chiroyli video kontentlar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.